Do'stlar, Haligi jo'natib yubordingizmi, ertaga undaysiz? sizni jo'natib yubordim. Mana shu yaxshi. hoji buvamizni o'zimiz umra safariga jo'natganmiz. 2 yil oldin jo'natganmizmi ota sizni? 1,5 yil. 1,5 yil. Noyabr oyida 1,5 yilga to'g'ri kelamiz. Ha, kam 2 yil bo'lib qolibdi inshaalloh. Hoji buvam necha kirdingiz aytib qo'ying. 77, 49-yil. 77 yoshga kirdilar. Maşallah. Ko'z tegmasin. Tetigilar. Xudo xohlasa yana boramiz. Rabbim bizni ham shu yoshlarga yetkazib yursin. Yetkazsin. Shu yoshlarga kelganimizda hech ham charchamas yuraylik. Biz bilan teppa-teng ziyorat qilyaptilar. Maşallah. Haligi uyga Bu tetiklikni siri nimada? seni endi haligi nima deydi? Ja og'ir mehnat emas, yengilroq mehnat shug'ullanib turamiz o'shanga. Hali nima deydi? Bir mushkuldan go'ng o'rganib turadi. Yashang. Shunaqa yengil mehnat qilib turish kerak ekan. Ja og'ir emas. Dalada